Assalomu alaykum. Keyingi turkum darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi zamonimiz present continuous, hozirgi davom zamoni. O'zbek tilida qilmoq fe'liga nisbatan bersak, qilyapman deb tarjima beradi. Uning ishlatilish formulasi quyidagicha: I olmoshga nisbatan am yordamchi fe'li va fe'lga ing bilan hosil qilinadi. Masalan, I'm walking now. Men hozir yuryapman degani. He, she, it olmoshlar va unga tenglashtirilgan otlarga nisbatan is yordamchi fe'li va fe'lga ing qo'yiladi. Masalan, he is walking now. U hozir yuryapti. We, you, they olmoshlarga nisbatan are yordamchi fe'li va fe'lga ing qo'yiladi. Masalan, you are walking now. Sen hozir yuryapsan. Masalan, sen hozir eshityapsan desam qanday bo'ladi? To'g'ri, you are listening now degan shaklda beramiz. Inkor shakliga qo'yadigan bo'lsak, I ga nisbatan am not va fe'lga ing qo'yiladi. Masalan, I'm not walking now. Men hozir yurmayapman. He, she, it olmoshlarga nisbatan esa is not fe'lga ing qo'yiladi. Yoki qisqartirib isn't fe'lga ing qo'yiladi. Masalan, she isn't walking now. Qiz bolaga nisbatan u yurmayapti degan. Va we, you, they olmoshlarga nisbatan are not fe'lga ing qo'yiladi yoki aren't deb qisqartirsak ham bo'ladi. We aren't walking now. Biz hozir yurmayapmiz degani. So'roq gapga qo'yadigan bo'lsak, bunda yordamchi fe'l am egamiz I dan oldinda kelib, fe'lga ing qo'yiladi. Masalan, am I walking now? Men hozir yuryapmanmi? Ha, yuryapman desam, yes I am. Yo'q, yurmayapman desam, no I'm not deyman. He, she, itga nisbatan esa is yordamchi fe'li oldinga o'tib, keyin he, she, it olmoshlari orqasidan fe'lga ing qo'yiladi. Masalan, is he walking now? U hozir yuryapti. Ha, yuryapti desam, yes he is. Yo'q, yurmayapti desam, no he is not. Va we, you, they olmoshlarga nisbatan esa are yordamchi fe'li oldiga o'tib, keyin we, you, they olmoshlarini qo'yib fe'lga ing qo'yiladi. Masalan, are you walking now? Sen hozir yuryapsan. Ha, yuryapsan desam, yes you are. Yo'q, yurmayapsan desam, no you are not. Qaysi holatda ishlatiladi present continuous zamoni desak, avvalambor formulani bir og'iz takrorlaymiz. Bu ega, I ga am, keyin fe'lga ing, he, she, it ga is fe'lga ing, we, you, they ga are fe'lga ing shakli. Hozirning o'zida davom etayotgan harakatni ifodalash uchun ishlatiladi. Masalan, hozir nima qilyapmiz? Men ingliz tilida gapiryapman desam, qanday bo'ladi? To'g'ri, I'm speaking in English. Ya'ni men ingliz tilida gapiryapman. Yoki mana bu yerda misol beribdi. Men hozir basketbol o'ynayapman. I'm playing basketball at the moment. Yana present continuous zamoni ishlatiladigan bir holat shuki, u hozirgi davrda davom etayotgan harakatni ifodalaydi. Masalan, hozirgi davrda nima qilyapmiz? Aytishimiz mumkinki, men ingliz tili kurslariga qatnayapman deyishim mumkin. Bu hozirgi davrda bo'layotgan holat. Qanday bo'ladi? I'm taking English courses deyishimiz mumkin. Yoki mana bu yerda aytyapti, Tom is staying with us because his parents are away. Tom biz bilan turibdi shu kunlarda, chunki uning ota-onasi ketyapti. Va shu bilan birgalikda aytyapti, tasvirlarni, rasmlar, fotografiyalarni tushuntirganda present continuous zamondan foydalansa bo'ladi. Masalan, in the photo they are watching a film. Rasmda ular film tomosha qilyapti. Shunday oladigan bo'lsak, bu ham hozirning o'zida davom etayotgan harakatning ifodasi desak. Present continuous bilan present simple zamonlarning farqi nimada degan savol bo'ladigan bo'lsa, present simple ning formulasi ega fe'l bir shaklida kelardi. He, she, itga nisbatan fe'lga ses qo'shardik va bunda odatiy takroriy harakatlarni tasvirlashda ishlatardi. Masalan, he often reads to his sister. U
u doim opasiga o'qiydi. Present continuous esa hozirning o'zida davom etayotgan harakatni ifodalayotgan. Masalan, at the moment he is reading a book. U hozir kitob o'qiyapti deymiz. Present continuous zamonining ishlatilishiga ishoralar, ya'ni ushbu ishoralarni ishlatsak yoki ko'rsak present continuous zamonini ishlatamiz. Bular at the moment, hozir, now, hozir, right now, hozir, today, bugun, this week, o'sha hafta, this month, oy, albatta kelayotgan hozirdagi oy nazarda tutilyapti. Present continuous bilan keling gaplarni tarjima qilamiz. Dad is sleeping at the moment. Dadam hozir uxlayapti. I'm studying now. Men hozir o'qiyapman. Mom is reading right now. Onam hozir kitob o'qiyapti. They are going shopping today. Ular bugun bozorda qilishga boryapti. We are playing in a football match this week. Biz bu hafta futbol matchi o'ynayapmiz degan shaklda kelyapti. Yozilganda present continuousning ba'zi bir o'ziga xos holatlari bu ham bo'lsa, formula esingizda bo'lsa, I am, he, she, it, is, we, you, they are va fe'lga ing shaklida keladi. Mana shu fe'lga ingning qo'shilishi bilan bog'liq. Oddiy fe'llarga fe'lga ing shunchaki qo'shiladi. Masalan, play o'ynamoq, playing, o'ynayapman, o'ynayapti deb tarjima qilinadi. Lekin oxiri i bilan tugagan fe'llarimizda ing qo'shganimizda o'sha i'ni tushirib qoldiramiz. Masalan, dance o'ynamoq, ya'ni raqs tushmoq, dancing raqs tushyapman, tushyapsan degan shaklda berganimizda i'ni tushirib ing qo'shamiz. Ba'zi fe'llarda esa ikkilanish qoladi. Masalan, run yugurmoq, yuguryapman desam, running deganimizda qarang, mana endan ikki marotaba ishlatamiz. Xuddi shunday travel sayohat qilmoq, sayohat qilyapman desam, I'm traveling deganimda ikkita l bilan ishlatamiz. Oxiri ie yoki y harflari bilan tugagan fe'llarimizga esa ing qo'shimchasini qo'shganimizda ie tushib qoladi. Lie yolg'on gapirmoq. Masalan, deylik, men yolg'on gapirmayapman desam qanday bo'ladi? To'g'ri, I'm not lying degan shaklda beramiz va i'ni tushirib qoldiramiz. Har safargidek mana bu yerda mashqlarimiz berilgan. Mashqlarni bajarib, present continuous vositasida gaplarni tuzib, hayotga tatbiq etamiz. Unda ushbu zamondan yaxshi foydalanib, unda gaplashish va unda gaplar yozish imkoniyatiga ega bo'lamiz.